U butun umr davomida tennisdan nafratlandi. Uni chempion bo'lishga majburlashgandi. Hali yurishni o'rganmay turib, qo'liga raketka tutqizishdi. 7 yoshida u ajdarhoga qarshi kurashdi. Bu otasi yasagan koptok otuvchi maxsus mashina. U professional tennischilar tezligida 177 km/soat tezlikda koptok otardi. Bolakay kuniga 2500 ta koptok qaytarishga majbur edi. Otasi eronlik sobiq bokschi bo'lib, o'g'lini fikrini so'ramay, uni chempion qilishga qaror qilgan edi. 9 yoshidanoq bolakay kattalarga qarshi pul tikilgan matchlarda g'olib bo'lishga majbur qilingan. 1992-yil Wimbledon finalidagi g'alaba uning ilk katta dubulg'asi. U baxtdan yig'lardi, ammo otasining ilk so'zlari shunday bo'ldi: 4-setni boy berishga haqqing yo'q edi. Na quchoqlash va na tabrik. Yillar o'tib u o'z kitobini yozdi. Ilk jumla esa men tennisni yomon ko'raman. Uning ismi Andrey Agassi, 8 karra katta dubulg'a chempioni va Olimpiada oltin medal sohibi va buning barchasiga o'z kasbini chin dildan yomon ko'rgan inson erishgan edi.